Hayit bayram munosabati bilan Depal mashlarini 79 million so'mga skidka. Bo'lmoqlik. Hozir sizlarga evvelgi skidka bilan hozirgi skidkaning non farqi bor ekanligini tushuntirib o'taman. Ko'rib turasizlar, Depal S07 mashina o'zini bahosi 393 million so'mga sotganmiz vaqtida. Naqd ham, kredit ham qaranglar. Evvelgi skidkadagi bahosi kreditda 363 million so'mdan chiqib turadi. Naqd pul esa 334 million so'mdan chiqib turadi. Endi toza skidkadagi bahosini eshitamiz, qaranglar. Mashina krediti alodon bo'lsa, mashinaning bahosi 343 million so'mdan eksiyada bo'ladi. Shu ko'rib turgan oq rangli Depal S07 ni. Naqd pul tasavvurama 216 million 600 ming so'mdan beramiz. Nodidi 79 million so'm skidka Depal S07 da. Bas beradan yeri. Tushirdik bolgaga endi S3dan natibara obunachilarga yetirib beradi baholarni. Qaranglar. Depal SL03 sedan varianti bo'ladi. Avval 386 million so'mdan sotilgan. Ko'nat skidkadagi bahosi kreditda 366 million so'mdan chiqib turadi. Naqd pul esa 340 million so'mdan sotib turadi. Endi esa toza skidkadagi bahosini qaranglar. Kredit alaman desanglar 344 million so'mdan chiqadi. Stir 100% tashiman deyarli o'sha 319 million so'm. Nodiydi. Adlaringizdan shos probka, 3 yil garantiya, butunimi bepul texnik ko'rik bu degani polni aptollarni tomosha ketarsa salonimizga kelib. Mashinalarimiz lekin soni dim oz, shunisi skidka bo'ldi. Hayit munosabati bilan bo'ladi. Bugun ham 3 trolleri tushirdik. Xudo xolasa salonga kelaversa, oqimdan kamroq, qora muxlisidan ko'p. Men sangolga chekish qilamiz, sog' bo'lasizlar. Depal mashlarini bilasizlar, skidka bo'lmasa mashlarimiz shoqacha zo'r sotib turadi. Biz skidkamiz esa mijozlarimiz o'ylagan holda hayit bayram munosabati bilan qo'yildi. Bemalol kelaverasizlar, sog' bo'lasizlar.